Peynuralmi? Короче, parkovkani parkovkaga ham ozgina qoldik. Bu yoqda Abdurahim, bu yoqda esa player 179. Hozir parkovkaga borishimiz. Короче, haydadik. Короче, shu parkovkada narsalarni, mashinalarimizni qo'yamiz va 1-2 minut turamiz. Keyin yana bironta uyga dam olishga chiqamiz. Xo'sh. Bo'ldi, sizlar bizni kuzatishga davom etinglar. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Sizlar qanchalik ko'p ko'rsalaringiz menga ham yaxshi. Keyingi videoda xo'sh, qanaqandir nimalaringiz bo'lsa agar narsa g'oyalaringiz bo'lsa kommentga yozib ketinglar. Biza Car Parking 2 o'yinida xohlasanglar ozgina bo'lsa ham yordam berib ketishim mumkin. Mashina berib. Sizlar lekin bizani kuzatishda davom etasizlar. Qarib mana kelaydik. Bunisi videomda masalan bunisi videomda dam olishga chiqamiz. Biron joylarda boramizda bugun birinchi videom parkovka kelish bo'ldi. Bunisi videomda avtofestivalmi, shunga o'xshash narsalarni qo'yamiz. Agar nimadir narsalar xato bo'lsa yoki nimadir kerak bo'lmasa yoki biron chiroyli chiqmayotgan bo'lsa kommentga yozib ketinglar. Biron kimdir videomizga qatnashmoqchi bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizni qo'yamiz. O'shanga kirib guruhimizga yozishlaringiz mumkin. Xo'sh, bo'lar. Xo'sh, yana tanishtirib o'taman ismlarni. O'zim Qirol Player 179. U mana bu yoqdagi mana mashinalari. Abdurahim mana 890 esa Shohjahon Mercedes Gelikda kirishgan. Короче, hozir endi orqa chasseyturimiz uni to'g'rilab olamiz. Xo'sh, keyin 1-2 minut sen 1-2 minut keyin shunday parkovkani to'xtab olamiz. Parkovka orqaga qo'yamiz. Bunisi videomizda dam olishga chiqamiz. Uyga borish uchun. Hozir yozib olaylik. Короче, bu Maybach 223. Xo'sh. Kechagina mashinamizni ham oldim. O'zim yangi holat bu. Holi endi o'zim tuning qilganman. Tuningiga necha berasizlar? Baho. Bular tuningsiz. Endi bular nasib bo'lsa holi avtofestival videosini ham olib chiqamiz. Sizlar faqat kuzatishda davom etinglar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi Shohjahon tushsangiz. Endi xo'sh. Bu kishi esa
Abdurahimniki, o'zimniki. Xo'sh, mana bu esa Abdurahimniki, mana bu M5. Uzr, endi kechirasizlar. Player 179 niki mana bu. Mashinalarimiz qalay? Yaxshimi? Biza nasib bo'lsa, maqsadimiz 1-ki. Hozir bilan bitta ko'raylikchi. Mana esdalik uchun birinchi rasmimiz tursin. Bolalar, короче, bu sizlarga energiyami nima bo'lsa, kimning g'oyasi bor, kommentga yozsin. Bunisi videomizda nasib bo'lsa dam olish qilamiz. O'zing parkovga keling deb. Hozir endi bu bolalar nimada? Bir sho'xlik piyoqlik qiladi. Endi bilasizlar-ku, hamma ham bir joyda tura olmaydi, yurak qisadi. Shu bugun bir yaxshilab dam olib, shu parkovkalarga turib olamiz. Bugun hayotan shu parkovka hayoti. Bundan keyingi narsalarga bo'lsa, kimning qanaqa g'oyasi bor, narsasi bor, endi e'tibor bermaysizlar. Ozgina telefon qotadi. Chunki telefonim zaryadkasi kam, o'sha uchun qotyapti. Bolalar, короче, mana shuni nima qilamiz? Sizlar nima g'oyalaringiz bor? Bu safar uy chiqamiz, mabodo uy chiqishimiz mumkin. Hozir bitta ukamiz ham kiribdilar, hozir kelsizlar. Hozir kelsizlar ukamiz ham endi. Mana Odilbek ukamiz yangi kirganlar. Xo'sh. Ko'rganlaringizdek mana bularni tuning qilmaydi, chunki tuning xizmatlari o'zgarchalik pullik. Mana Abdurahim ukam keldilar. Xo'sh, ana yoqqa kimdirgina kirgan va kim shuni aytib qo'ygan. Beshta. Xo'sh, to'rtta. Ana yerda kim mashina shuni. Hozir oldu. Yo'q, politsiyaniki ekan. Uzrmanda. Hamma to'g'ri parkovka qilinmay. Mana endi bu ukamizni ham bitta rasmga tushirib qo'yaylik. Yuraklari endi kam emas. Men tushmay qolaman deb. Yuraklar kam bo'lib qolib, unaqa bo'lib xafa bo'ladi. Xo'sh, biza Rolls'ni nasib bo'lsa endi shunaqa Rolls deb qo'ydik. Endi ismimizni ham o'zgartirmoqchimiz. Xo'sh, KPM oilasi qo'yamiz endi. O'sha uchun aktiv bo'linglar. Bolalar, kim qo'shilmoqchi bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga yozadi. Men o'sha vaqtni aytaman sizlarga.
Ne bu? Mana yaxshi holatda turibmiz. Ayt, yoz, mashinalardan hamma qochsin. Mashinalardan qochinglar deb. Hozir bitta ukamga aytdim, mashinalardan hammamiz qochadi oldidan, rasmga tushiraveramiz. Keyin buni safar nasib bo'lsa dacha chiqamiz. Hammani dachasida o'tirib narsalar yeymiz, endi dacha chiqamiz, ko'ramiz qanday holat. Hamma lekin aktiv bo'lish shart. Kommentga yozinglar. Nima shart bo'lsa o'shani yozinglar. Hozir bu dronchamizni ko'raylikchi. Xo'sh, mana normalniy holat. Hali buni taxlaymiz. Hali montajlar ishlari bor. Bundan keyingisi g'oyalar juda ko'p. Car parkingda sizlar o'zlaringiz ham g'oya qo'shishlaringiz mumkin. Endi bu ukam nima qilibdilar? Qo'chsangiz, qani o'xshi? Biladi. Hozirchalik biza mayda bo'lsak ham mana shuncha biza hozirchalik 5 kishimiz. Keyin bora ko'payib boramiz. Mana yaxshi holat endi bu. Короче, kuzatishga davom etinglar. Keyin dacha chiqqanimizda ham qo'yamiz. Bugun nasib bo'lsa soat 7 chiqadi.